Salom do'stlar, men Nosha Azizboy va BMW. Bugun sizlar bilan to'g'riroq BMW bilan quruvchilar jangi o'tkazdik va bunda ko'rasizlar kim yutganini. Iltimos yozib ketinglar. Tak. Hozir nastroykani to'g'rilab olay. Qaranglar, bu yoqdagi BMW uyi, bu tomondagi esa meniki. Birinchi menikidan boshlaylik-a. Mana mening doili uyim. Qisib o'tir. Va jim o'tir. Endi BMWni uyini ko'ramiz. BMWni uyini. Kirma. Nima bu? Qormi? Seningcha qorlar menga ta'sir qiladimi? Ta'sir qiladi. Uzr, qo'lim tegib ketdi. Ayo, sassiq uyini maqtanasan o'zingcha. Meni uyimga qarasa chiroyli chiqqan. Yo'q, yo'q. Tuchgam o'chiray, bu menga sakrayaptimi? Qaranglar, bu yerda ovqatlar bor. Mana bitta bosasizlar har xil ovqatlar tushirib beradi. Bitta bosasizlar ko'rasizlarmi? Yo'qol. Tekshirib ko'rmoqchiman. Yo'qol, tekshirma, yo'qol. Senga taqiqlaganman. Sen o'zing ko'rmoqchisan. Seni taqiqladim tekshirishga, bora qol. Taqiqlagan yo'q seni. Sen ham menga ruxsat bermading-ku uyingga kirishga. Yo'qol, uydan chiqib ket. Uydan chiqib ket. Yo'qol, solib qo'y, ovqat sol. Sol, qani bittasi qolgan bo'lsa. Ana. Mamta nollarim yotibdi. Yo'q, Tugmani bosma, bora qol uyingga. Uyingga ketyapman-ku. O'ldiraman. Yur meni uyimga. Yo'q, turib qol. Qol uyimdan chiqib ket. Ko'rsataman uyimni. Kerak emas, uying ko'rib bo'ldim. Sen ham menikini ko'rib olding-ey. Qo'y. Qaytib kelma uyimga. Bu mening kamtarona kitob o'qiydigan joyim. Chiroyli-a? Uyim. Chiroyli chiqqan. Alam qilaman unga hozir. Pechkalar bor. Do'stlar, iltimos kommentga yozib ketinglar. Kim yutganini, men bu yo'lmas BMWni kunini ko'rsatib qo'yib menga sakradimi? Katta sanov. Do'stlar, iltimos Azizboy yutdi deb qo'yinglar. Albatta men yutdim. O'raman, mening uyim chiroyli. Xayr do'stlar.